Qani, hurmatli talabalar, sog' salomat keldilaringmi? Darsimizni davom ettiramiz. Xo'sh, hurmatli talabalar, mana bugun fuqarolik protsessual huquq fanidan eng oxirgi mavzularni o'tyapmiz. Xo'sh, bugungi mavzumiz nima edi? Marhamat. Qani kim aytadi? Marhamat. Ya'ni fuqarolik ishlarida sud hujjatlarini nima qayta ko'rib chiqish haqidagi eng oxirgi nima mavzuimiz. Yaxshi. Qani marhamat, undagi bugungi mavzu rejalarni yozib berib qo'yingchi, hamma tayyorgarlik qilib tursin. Hurmatli talabalar, bilamiz, takrorlash o'qishning nimasi edi-da? Onasi deb e'tirof etganida, o'tgan mavzumiz nima, qanday mavzu edi? Qani kim aytadi? Marhamat. Aha. Alohida tartibda ko'riladigan nima? Ishlar, ya'ni fuqarolik ishlarida alohida tartibda ko'riladigan ishlar. Xo'sh, qanday tartibda alohida tartibda ko'rilar ekan fuqarolik ishlari? Qani kim javob beradi? Marhamat. Yaxshi. Yana alohida tartibda ko'riladigan ishlarning boshqa toifadagi ishlardan farqli jihatlari nima ekan? Qani kim aytadi? Marhamat. Qani marhamat Samatova aytingchi. Qaysi apellyatsiya tartibida ko'riladigan ishlar qaysi sudlarga taalluqli? Tushuntirib beraylik. To'g'ri. Qanday tartibda, muddati qancha? Kimga murojaat qiladi? Qaysi sudlarga? Ya'ni ariza qayerga topshiradi dastlab? Yuboriladi. Qani G'afforov Sarvar? Marhamat, tez aytib bering, vaqtni ancha oldingiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi mavzu yuritish hisoblanadi. Apellyatsiya tarixiga to'xtalsak, apellyatsiya birinchi bor qadimgi Rimda vujudga kelgan. Sud qarorlari ustidan shikoyat berish tarzida vujudga kelgan. Birinchi bo'lib konsullarga, keyin senatorlarga va imperatorga murojaat qilish paydo bo'lgan. Keyin tartibda esa 1808-yilda Fransiya fuqarolik protsessual kodeksi, jinoyat protsessual kodeksi apellyatsiya tartibida ish yuritish belgilab o'tilgan va hozirgi davlatlar ham shundan foydalanib kelmoqda. Apellyatsiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, appellatio ya'ni murojaat qilish degan ma'noni anglatadi. Apellyatsiya instansiyasida qatnashadigan taraflar belgilab o'tilgan. Bunda asosan apellyatsiya shikoyatida qatnashadigan taraflar qatnashadi. Shunday ishga daxldor bo'lgan shaxslar, shunday ishga daxldor bo'lmagan ammo huquq majburiyatlari sudga hal qilinayotgan shaxslar, shuningdek O'zbekiston Respublikasi huzuridagi tadbirkorlik subyektlarini huquq va manfaatlarini himoya qilish vakili qatnashadi. Ammo bu vakil shikoyat berishi mumkin, ammo bu vakil faqat tadbirkorlik masalalari bo'yicha shikoyat bera oladi. Apellyatsiya instansiyasi apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadigan sudlar belgilab o'tilgan. Bu sudlarga misol qilib Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ishtirok etadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati shikoyatini ko'rib chiqadigan sudlar hisoblanadi. Apellyatsiya shikoyatini berish tartibi belgilab o'tilgan.
apellyatsiya shikoyatini berish tartibi asosan apellyatsiya yo'llanayotgan apellyatsiya instansiyasiga yo'llanayotgan nomi belgilab apellyatsiya shikoyati apellyatsiya instansiyasi sudining nomiga yo'llanadi, lekin hal qiluv qaror va ajrim chiqargan sudga beriladi. Bu sud hujjati kelib tushgan sud esa uni 5 kun davomida apellyatsiya instansiyasi sudiga yuborishi shart qilib belgilab o'tilgan. Apellyatsiya shikoyatini berish muddati. Apellyatsiya shikoyatini berish muddati 1 oy muddat belgilangan. Apellyatsiya shikoyatini shuningdek maxsus hollarda agar apellyatsiya shikoyatini bera olmay qolsa, iltimosnoma bilan sudga murojaat qiladi. Agar 3 oy hal qiluv qaror ajrim chiqarilgan kundan e'tiboran 3 oy ichida iltimosnoma berilib sudga murojaat qilinishi kerak. Iltimosnoma qanoatlantirilgan taqdirda sudya o'z ajrimi bilan uni sud shikoyatini tiklashi mumkin. Apellyatsiya shikoyatining mazmuni. Shikoyat yo'llanayotgan sudning nomi keltiriladi. Shuningdek, shikoyat berayotgan shaxsning ismi, familiyasi, otasining ismi, joylashgan yeri, manzili belgilab o'tiladi. Shuningdek, ishning raqami, shikoyat qilinayotgan hal qiluv qarori yoki ajrim chiqarilgan sana belgilab o'tiladi. Hal qiluv qarori, qarorning noto'g'riligi nimadan iboratligini belgilab o'tiladi. Shuningdek, shikoyat berayotgan shaxsning iltimosnomasi belgilab o'tiladi va shikoyatga ilova qilingan yozma materiallar hatto ham belgilab o'tiladi. Shuningdek, bu shikoyatga ilova qilinadigan materiallarga misol qilib, boj va pochta telegraflarning to'langanligi to'g'risidagi ma'lumotnoma keltiriladi. Apellyatsiya shikoyatining qaytarish va rad qilish asoslari asosan qaysi sudlarga yo'llanayotgani, apellyatsiya shikoyatining mazmun mohiyyatlari, unga ilova qilinayotgan hujjatlar to'lig'icha apellyatsiya shikoyati nima qiladi? Ko'rsatiladi. Va shu bo'yicha savollar bormi apellyatsiya shikoyati yuzasidan talabalar? Yo'q. Marhamat, o'tiring. Qani kassatsiya bo'yicha qani kim edi qizimiz? Marhamat. Kassatsiya instansiyasi sudida ish yuritish. Demak, bu bizning rejalarimiz, ya'ni kassatsiya instansiyasining paydo bo'lishi va rivojlanishi tarixi. Ikkinchi navbatda, kassatsiya shikoyati berish muddati, kassatsiya shikoyatining mazmuni va ilova qilinadigan hujjatlar. Keyingisi, kassatsiya shikoyatini ish yuritishga qabul qilish, kassatsiya shikoyatini qaytarish va ish yuritishga qabul qilishni rad qilish, kassatsiya shikoyati bo'yicha ish yuritishni tugatish mavzularni o'z ichiga oladi. Demak, o'zi kassatsiya nima? Kassatsiya bu lotin tilidan olingan bo'lib, kassatsiya so'zidan olinadi. Bu qadimgi Rimda paydo bo'lgan, ya'ni yuqori turuvchi organlarning, quyi turuvchi organlar, ya'ni quyi turuvchi sudlarning chiqargan qarorlarini bekor qilish huquqiga ega bo'lganligi sababli kassatsiya tushunchasi kelib chiqqan. Kassatsiya shikoyati ish yuritishga qabul qilinganligi to'g'risida ajrim chiqarilgunga qadar shikoyat bergan shaxsdan uni qaytarib olish, ya'ni chaqirib olish to'g'risida ariza tushgan bo'lsa. Yaxshi. Savollar bo'ladimi Abdul G'affarov? Savol bor, qaytarish bilan qabul qilishda, rad qilishda oqibatlarida nima farq bor? Shuncha so'z bor shu. Demak, kassatsiya shikoyatini qaytarish va qabul qilishda rad qilish. Kassatsiya shikoyatini qabul qilishda rad qiladigan bo'lsa, bu umuman kassatsiya shikoyatining mazmuni to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bu rad qilinadi. Qaytariladi, qabul qilishda bitta sudga qaytarib, oqibatida farqi nima? Nima farqi bor? Ikkalasi. Qaytarib qo'ysa bo'lmaydi. Bittasini qaytadan kiritish mumkin, bittasini qaytadan kiritib bo'lmaydi. Malades. Shunga shu farqi aynan shu. Qani? Marhamat, o'tiringizlar. Sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Bugun Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining apellyatsiya instansiyasi sudi o'z sud binosida fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlari sudining farzandni qaramog'iga olib berish haqidagi 2025-yil 26-oktyabr kungi hal qiluv qaroriga nisbatan da'vogar Boymurodova Farangiz keltirgan shikoyati fuqarolik ish materiali
iboralari bilan ko'rib chiqiladi. Marhamat kotib, sud majlisiga kimlar kelgani haqida ma'lumot bering. Hurmatli sud hay'ati, bugungi sud majlisida da'vogar Boymurodov Farangiz hamda uning ishonchli vakili advokat Qurbonova Sevara, shuningdek javobgar Saidjahonov Kozim va uning ishonchli vakili advokat Samadova Shohida, Surxondaryo viloyat prokurori yordamchisi Sattor Azizbeklar ishtirok etadi. Rahmat, o'tiring. Sud majlisi ishni qoldirishi yoki davom ettirishi bo'yicha kimda qanday fikrlar mavjud? Rahmat. Fikrlar bo'lmasa, sud tarkibini e'lon qilaman. Mazkur fuqarolik ishi quyidagi tartibda ko'rib chiqiladi. Raislik qiluvchi viloyat sudi raisi o'rinbosari Xurramova Aziza, hay'at sudyalari, viloyat sudining sudyalari Safarov Sardor va Tursunov Elbek, sud majlisining kotibi Xo'jamurodova Dildora, da'vogar manfaatlarini himoya qiluvchi advokat Qurbonova Sevara, javobgar manfaatlarini himoya qiluvchi advokat Samadova Shohida hamda Surxondaryo viloyati prokurori yordamchisi Sattorov Azizbek. Sud tarkibiga va sud prosesida ishtirok etuvchilarga muayyanlik qiladigan arzlar mavjudmi? Rahmat. Arzlar bo'lmasa, sud majlisi davom etadi. Taraflar shaxsini aniqlaymiz. Marhamat, da'vogar turing o'rningizda. O'zingizni tanishtiring. Hurmatli sud hay'ati, men Boymurodov Farangiz 1994-yil Termiz shahrida tug'ilganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim oliy. Termiz shahri 12-maktabda o'qib ishlayman. Oilaviy holatingiz? Ajrashganman, hozir yurtimiz. Taraflarda da'vogar shaxsiga nisbatan savollar bormi? Marhamat, o'tiring. Marhamat, javobgar, o'zingizni tanishtiring. Hurmatli sud hay'ati, men Saidjahonov Kozim, 1989-yili Surxondaryo viloyati Denov tumanida millatim o'zbek, ma'lumotim oliy. Hozirgi kunda Ipak yo'li MChJ rahbariman. Oilaviy holatingiz? Oilaviy holatim hozirgi kunda ajrashgan musobaqa haqiqatda va hamda shar'iy nikohdan turmush o'rtog'man. Taraflarda javobgar shaxsiga nisbatan savollar bormi? Rahmat, o'tiring. Shaxsga doir savollar bo'lmasa, protsessual huquq va majburiyatlaringizni tushuntirib o'taman. Marhamat, da'vogar, marhamat, javobgar turing o'rningizda. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 40-moddasiga muvofiq sudda qatnashish, himoya olish, iltimosnomalar kiritish, sudda tushuntirishlar berish, sudning qarori yoki ajrim ustidan norozi bo'lsangiz, yuqori sudlarga murojaat qilish huquqiga egasizlar. Huquq va majburiyatlaringiz tushunarlimi, da'vogar? Tushunarlimi, javobgar? Marhamat, o'tiringizlar. Sud majlisi taftishi boshlangunga qadar taraflarda iltimosnomalar bormi? Marhamat, vakil. Hurmatli hay'ati, bugungi sud majlisiga ishni xolisona ko'rilishi, shuningdek vaziyatni yanada oydinlashtirishga ko'mak berish maqsadida Termiz shahar hokimligi huzuridagi vasiylik va homiylik organi mutaxassisi, shuningdek Termiz shahar bolalar psixologi ishtirokini tayinlaganmiz. Ularning sud majlisida ishtirok etishi va sudda ko'rsatuvlar berishiga ruxsat berishingizni iltimos qilaman. Rahmat, vakil. Sud hay'ati o'z joyida maslahatlashib, da'vogar vakili advokat Qurbonovaning talabi ishni mazmunan xolisona ko'rishda ahamiyati borligini e'tiborga olgan holda iltimosnomani qanoatlantirishni lozim deb topdi. Sud taftishi boshlanganligini e'lon qilib, da'vogar Boymurodova Farangizning apellyatsiya shikoyatini o'qib eshittiraman. Da'vogar Boymurodova Farangiz Termiz tumanlararo fuqarolik sudining 2025-yil 26 oktyabrdagi hal qiluvchi qaroriga nisbatan apellyatsiya shikoyati bildirib, unda ish xolisona ko'rilmasdan, ishdagi dalillarga yetarlicha baho berilmasdan, jamoatchilik fikr eshitilmasdan, bolalar taqdiriga befarq qarab, farzandlarni bir-biridan ajratgan holda noto'g'ri qaror qabul qilinganligi, shu sababli hal qiluvchi qarorini bekor qilish hamda farzandni da'vogarga qaytarish bo'yicha yangi hal qiluvchi qarorini qabul qilish shikoyat talabi bilan murojaat qilgan. Marhamat, da'vogar turing o'rningizda. Shikoyatingizni qo'llab-quvvatlaysizmi? Rahmat, o'tiring. Marhamat, javobgar turing o'rningizda. Shikoyat mazmuni tushunarlimi? Tushunarli. Shikoyat arz talabini tan olasizmi? Yo'q, tan olmayman. Rahmat, o'tiring. Taraflarga mediatsiya kelishuvi taklif qilinadi. Marhamat, da'vogar, mediatsiya kelishuvi bo'yicha fikringiz? Mediatsiya kelishuvini xohlayman, lekin sobiq turmush o'rtog'im kerak. Marhamat, javobgar, sizning fikringiz. Rahmat, o'tiring. Rahmat, o'tiring. Sud taftishi davom etadi. Tushuntirish uchun so'z marhamat, da'vogar, sizga beriladi. Hurmatli sud hay'ati, biz sobiq turmush o'rtog'im Saidjahonov Kozim bilan 2013-yil qo'yning nikohini o'tkazdik. Nikohimiz davomida 3 ta farzandli bo'ldik. Avvalgi munosabatlarimiz yaxshi edi. 2024-yilga kelib oilaviy nizolar sabab, o'zaro kelishmovchiliklar sabab ajrashishga qaror qabul qildim.
sudga ariza kiritdim. Sud bizni ajratdi. 3 ta farzandimizni ham menga qoldirdi. Lekin katta farzandim maktab o'quvchisi, to o'sha o'quv yilini tugatguniga qadar otasini uyida qolib, maktabini davom ettirishga o'zim rozilik bildirdim. Faqat o'sha o'quv yili tugaguniga qadar rozilik bildirgandim. Ammo o'quv yili tugashi bilan maktabni olishga borganimda sobiq turuvchi o'rtog'im ham qayta farzandimni menga qaytarish tugib, Nimaga gapirmadingiz? Iltimos jimlik saqlang, sizni ogohlantiraman. Marhamat da'vogar. hayat, 2-3 oy sarson bo'lib yurdim. Tegishli organlarga murojaat qilganimda sudga shikoyat bildirishimni aytishdi. Sudga ariza kiritganimda sud vasiylik va homiylik organini xulosalarini tegishincha ko'rib chiqmadim. Hatto ularni chaqirmadi ham. Katta farzandimni otasiga qoldirdi. Bundan tashqari hozir shar'iy nigohida bo'lgan ayol ham farzandimga yaxshi munosabatda bo'lmaydi. Bu menga og'ir botadi. Barcha farzandlarim birga o'sishini xohlayman. Iltimos katta farzandimni ham menga olib bering. Barcha 3 ta farzandimni ham to'liq ham moddiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan ularni ta'lim tarbiyasiga e'tibor berishim hammasiga yetadi. Kichkina farzandlarim ham akasini sog'inadi, birga o'sishni xohlaydi, birga uylashishni xohlaydi. Kichkina farzandim har kuni yig'lab, iltimos katta farzandimni yana qaytarib o'zini oldi. Nikohdan ajratishdan oldin o'sha siz tarafdan o'sha bolaga qandaydir bosim bo'lganmi? Ruhiy Yo'q, hech qaysi farzandimga hech qachon ta'sir ko'rsatmadim. Taraflarda da'vogar tushuntirishiga nisbatan savollar bormi? Marhamat o'tiring. Marhamat javobgar, tushuntirish uchun so'z sizga beriladi. Hurmatli sudyalar hay'ati haqiqatan ham sobiq turmush o'rtog'im 2003 yilda turmush qurgan va hamda 2022 yilda ayrim savollarga ko'ra ajratishganmiz qonuniy va hamda sud 3 ta farzandimni sobiq turmush o'rtog'imga qoldirgan va hamda sobiq turmush o'rtog'imga kelishgan holda bolani to maktabga tugaguncha mendan qoldurishni so'ragan katta o'g'limni. Shundan so'ng katta o'g'lim maktab tugaganidan so'ng katta o'g'limni onasiga oldirmoqchi bo'lganimda katta o'g'lim borishni xohlamagan va hamda onasi bilan gaplashishni xohlamagan. Va hamda shunda sobiq turmush o'rtog'im meni qandaydir sabablarga ko'ra sudga bergan va hamda meni foydamga hal bo'ldi va hamda katta o'g'lim mendan qoldi. Bu sobiq turmush o'rtog'im aytgan gaplar, ya'ni ko'rsatmadi degan gaplar hammasi yolg'on bo'xton narsa. Katta farzandimni o'zi ko'rishni xohlamagan bu sobiq turmush o'rtog'im. Taraflarda javobgar tushuntirishiga nisbatan savollar bormi? Marhamat o'tiring. Da'vogar vakili advokat iltimosnomasiga muvofiq marhamat sud majlisi zaliga Termiz shahar hokimligi huzuridagi vasiylik va homiylik organi mutaxassisi taklif qilinsin. Marhamat o'zingizni tanishtiring. ikkinchi avgust Termiz shahrida tug'ilganman. Hozirda Termiz shahar hokimligida vasiylik va homiylik organi mutaxassisi bo'lib ishlayapman. Taraflar bilan munosabatingiz? Ishlovchi aloqam bor. Taraflarga nisbatan adovatingiz bormi? Yo'q, hech qanday adovatim yo'q. Rahmat. Hurmatli guvoh, siz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 230, 238, 240-moddalari bilan yolg'on ko'rsatuv bergan taqdiringizda jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilasiz. Marhamat, tilxat bilan tanishib chiqib imzo cheking. Marhamat vakil, guvohga savollaringizni berishingiz mumkin. Hurmatli guvoh, vasiylik va homiylik organi vakili sifatida vasiylik va homiylik organining asosiy vazifalari haqida aytib o'ta olasizmi? Aytib o'taman, vasiylik va homiylik organi vazifalari bollar manfaatlarini himoya qilish maqsadida o'tana sharoitlarni o'rganish, buning uchun qaysi tomonning, qaysi tarafning yashash va tarbiyaviy imkoniyatlari afzal ekanini aniqlash, sudga asoslantirilgan xulosa taqdim etish hamda sud jarayonida bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni so'raman. Aynan sud jarayonida bolaning manfaatlarini himoya qilish vazifangizdan kelib chiqqan holatda mazkur holat bo'yicha birinchi instansiya sudida nega ishtirok etmagan? Lekin chaqirilmadi. Hozirgi kun taraflarning har ikkalasini hatto'la o'rgandingizmi? O'rganishlaringiz natijasida qanday yakuniy xulosaga keldingiz? Xulosalarni aytaman desam, ish materiallari, o'tana tomonidan keltirilgan dalillar, bola bilan o'tkazilgan suhbat hamda oila a'zolari yashash sharoitlarini o'rganish natijasida bola manfaatlarini baqlash maqsadida quyidagilar aniqlandi. Ona, bo'y bo'lib farangiz, bolani har tomonlama rivojlantirish uchun yetarli sharoitlarga ega ta'lim olish, dam olish va bo'sh vaqt mazmunli tashkil etish, shuningdek bolaning intellektual, ma'naviy va jismoniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar mavjud. Ota Sajixon Kozimjonning ham moddiy ahvoli yaxshi bo'lsa ham, bu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish sababli boshqa viloyatlarga 3-4 kunlab muntazam ravishda safarga chiqib turadi.
bu vaqtda ushbu holatlarda bola vaqtincha qarovsiz qolib ketishi to'g'ri bo'lib, uning muntazam nazorat va parvarishdan chetda qolib ketishiga olib keladi. Ota boshqa ayol bilan birga yashayotgan bo'lsa-da, ular o'rtasidagi munosabat rasmiy nikohdan o'tkazilmagan. O'gay ona bola uchun to'liq bo'lgan mehr, muhabbat va ma'naviy barqarorlikni ta'minlay olmasligi ehtimoli mavjud. Bola bilan suhbat chog'ida ham uning o'gay ona bilan hissiy yaqinlik darajasi pasaygan kuzatildi. Yuqorida keltirilgan holatlardan kelib chiqib, vasiyat va homilik organi suddan bolaning manfaatlariga ustuvor qo'ygan holatda ota Sajjahon Kozimjondan bolani bo'limli Farangizga o'tkazishni so'radi. Rahmat vakil. Taraflarda guvoh ko'rsatuvga nisbatan savol yoki e'tirozlar bormi? Marhamat vakil. Hurmatli guvoh, bolaning otani tanlash fikrini qanday izohlaysiz? Bolaning otani tanlash fikri bu uning sub'ektiv tanlovida, ammo vasiyat va homilik organi xulosasi faqat istakka emas, balki bola uchun qaysi tomonning yashash va tarbiyaviy imkoniyatlari yaxshiroq ekaniga asoslanadi, aniqlash yaxshilik ekaniga asoslanadi. Bizning vazifamiz bola manfaatini obyektiv baholashdan iborat. Rahmat vakil. Ko'rsatuvingiz uchun rahmat. Marhamat o'tiring. Marhamat sud zaliga da'vogar vakili advokat iltimosnomasiga muvofiq Termiz shahar bolalar psixologi taklif qilindi. Marhamat o'zingizni tanishtiring. Hozirda Termiz shahar bolalar psixologi o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Taraflar bilan munosabatingiz, taraflarga nisbatan adovatingiz bormi? Hurmatli guvoh, siz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240 moddalari bilan yolg'on ko'rsatuv bergan taqdiringizda jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilasiz. Marhamat, tilxat bilan tanishib chiqib imzolang. Marhamat vakil, guvohga o'z savollaringizni berishingiz mumkin. Hurmatli guvoh, ma'lum bo'lishicha, mazkur holat yuzasidan birinchi instansiya sudida o'z xulosangizni bayon qilgansiz, ammo sud majlisi jarayonida bevosita ishtirok etmagansiz. Buning sababi nima? Sud majlisiga chaqirtirilmaganligini sababi o'sha kuni sudda qatnasha olmadim. Bolaning psixologik holatini qancha vaqt mobaynida va qanday usullar bilan o'rgandingiz? Bir oylik muddat yordamida aniqladim. Turli xildagi psixologik testlar, kelishuvlar va alohida suhbatlar o'tkazish natijasida uning ruhiy holatini aniqlashga harakat qildim. Bu vaqt siz uchun yetarli bo'ldi. Yetarli bo'ldi. Yakuniy xulosangiz qanday bo'ldi? Yakuniy xulosam quyidagicha. Hurmatli sud, men bolani turli xil yo'llar bilan psixologik testlar yoki bo'lmasam yakka tartibdagi suhbatlar o'tkazish natijasida o'z xulosamni sizga bayon etmoqchiman. Bola tabiiyki 11 yoshda va uning eng asosiy ehtiyoji bu ruhiy barqarorlik, mehr va xavfsizlikni ta'minlaydi. Shunday ekan, bola hozirgi navbatda onasi bilan bo'lishda o'zini juda ham xavfsiz va barqaror his qiladi. Otasi tomonidan bo'lgan suhbatda esa u faqatgina sovg'a salomlarni esga olyapti. Tabiiyki bu yoshda bolalar sovg'a salomlarga juda ham moyil bo'lib qoladilar va bu vaqtinchalik holat deb hisoblayman, ammo ona mehri unga kerak bo'ladigan, doimiy kerak bo'ladigan holat deb hisoblayman. Hamda onasi bilan bo'lgan suhbatda esa bola onasiga nisbatan o'zini ko'proq ishonchli, tinch va yaqin his qilganini bayon qilishim kerak deb hisoblayman. Bundan tashqari esa u aka-ukalari bilan birgalikda yashashni afzal ko'radi. Shunday ekan, men bolani ona tarafda qolishini ma'qul deb hisoblayman. Rahmat vakil. Taraflarda guvoh ko'rsatuviga nisbatan savol yoki e'tirozlar bormi? Burada siz testlar o'tkazindingiz. Unda qandaydir qo'rquv, depressiya yoki qo'rquv alomatlari sezildimi? Yo'q, bolada hech qanday qo'rquv yoki bo'lmasa majburlash his-tuyg'ulari, hech qanday kechinmalar mavjud bo'lmadi. Ammo shunday bo'lsa-da, uni ko'proq onasiga tomon talpinayotganligi psixologik testlardan namoyon bo'ldi. Rahmat. Ko'rsatuvingiz uchun rahmat. Marhamat o'tiring. Marhamat, sud majlisi zaliga sud tashabbusi bilan O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini raisi taklif qilindi. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Qayerda ishlaysiz? O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Taraflar bilan munosabatingiz, taraflarga nisbatan adovatingiz bormi? Rahmat. Hurmatli guvoh, siz
kodeksining 238-240 moddalari bilan yolg'on ko'rsatma bergan taqdiringizda jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilasiz. Marhamat diqqat bilan tanishib chiqib imzo cheking. Marhamat, nima ko'rsatuv bermoqchisiz? lekin ba'zi o'sha qaror kelgan ajrashishdi. Keyin o'sha katta o'g'li Behruzbek Kozimjonni qolgan ekan. Keyin bir ikki marta Behruzbekdan o'zim ko'rib qoldim, kanallar degan ekan, yolg'iz qarorsiz bo'lib. Keyin o'sha nima deyapsiz, onasini xohlardi, onasiga borib nima qilaman, akam bo'lsangiz, nima deydi, ukam singlim bor deb. O'shalar bo'yicha shunaqa narsani aytib nima qilib o'zlari Taraflarda guvoh ko'rsatuvga nisbatan savol yoki e'tirozlar bormi? Ko'rsatuvingiz uchun rahmat, marhamat o'tiring. Sud muzokaraga o'tadi. Muzokara uchun so'z marhamat da'vogar sizga beriladi. Hurmatli sud hay'ati, ushbu shaxsga turmushga chiqqanimdan pushaymon va bu shaxsda farzandim qolishini xohlamayman. Iltimos esa farzandimni qaytarib beringlar. Rahmat. Marhamat vakil. Hurmatli sud hay'ati, ma'lumki mazkur holat joriy yilning 26-oktyabrda birinchi instansiya sudida ko'rib chiqilgan, biroq holat atroflicha o'rganilmasdan vasiylik va homiylik organi bolalar psixologi yozma xulosalar olinsa-da, lekin ularning sud jarayonida ishtirokisiz, ko'rsatuvlar eshitilmasdan adolatsiz qaror qabul qilingan. Garchi sud bolaning fikrini eshitish va uning inobatga olishi lozimligi qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, biroq bola fikrining o'zigina hal qilib qarorni qabul qilishga yagona asos bo'la olmaydi. Chunki bola hali voyaga yetmagan va u hali endigina 11 yoshda. Bilamizki, bunday yoshda bolalar ko'pincha vaziyatni chuqur anglamaydi, shuningdek ular boshqa shaxslar tomonidan ruhiy bosim ostida bo'lishi mumkin. Javobgar Saidjahonovning moddiy ahvoli da'vogar Boymurod G'aniga nisbatan yaxshiroq bo'lsa-da, bolalar tarbiyasi bilan bog'liq nizolarni hal qilishga oid 1998-yilda qabul qilingan Oliy sud plenumi qarorining 3-bandiga ko'ra, ota-onadan birining moddiy maishiy ahvoli ustunligining o'zi bolani unga olib berish uchun asos bo'la oladigan shart hisoblanmaydi. Bunda bolani tarbiyalash va uning kamoloti uchun shart-sharoitlar, ota-onasining ma'lumot turi, ish tartibi kabi bir qator omillar ham e'tiborga olinishi lozim. Da'vogarning holati esa bu talablarga har taraflama mos. Biz bu fakt bilan otaning shaxsiyati yoki uning ota sifatidagi qadriyatini kamsitish niyatimiz yo'q. Ammo javobgarning ishi javobgardan muntazam ravishda safarlarda bo'lishni talab qiladi. Natijada farzand ko'p hollarda qarovsiz qolib ketadi. Qolaversa sud hay'atidan javobgarning hozirda shar'iy nikohda ekanligiga ham e'tibor qaratishini so'rardi. Boisi da'vogar aytib o'tganidek, o'gay onaning farzand bilan bo'lgan munosabati juda yaqin emas. Shubhasiz farzandga hech kim uning o'z onasidek mehr, e'tibor, tarbiya bera olmaydi. Hurmatli sud, yuqorida keltirib o'tilgan fikrlarni, shuningdek da'vogar Boymurodovaning barcha farzandlari uchun munosib sharoit yaratish bilan birga, ularga o'z kasbiy faoliyatidan kelib chiqqan holda ta'lim tarbiya bera olishini, farzandlarni bir-biridan ajratish ular orasidagi rishtalarning yomonlashuviga, ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir qilishini alohida inobatga olib, homiylik organi mutaxassisi, bolalar psixologi, mahalla raisining ko'rsatmalaridan kelib chiqib, 2025-yil 26-oktyabrda qabul qilingan birinchi instansiya sudining hal qiluvchi qarorini bekor qilgan holda Saidjaxonov Behruz Kozim o'g'lini javobgar Saidjaxonov Kozimdan da'vogar Boymurodov farzandiga olib berishingizni so'rayman. Rahmat vakil. Marhamat, muzokara uchun javobgar sizga beriladi. Hurmatli sudyalar hay'ati, men sobiq turmush o'rtog'imni da'vosini tan olmayman. Birinchi instansiyada qabul qilingan hal qiluvchi qarorini o'z kuchida qoldirishingizni so'rayman va hamda o'g'limni menda qoldirishingizni iltimos qilaman. Rahmat. Marhamat vakil. Hurmatli sud hay'ati, men Samat Shohida mazkur ishga javobgar farzandning otasi Saidjaxonov Kozimning himoyachisi sifatida o'z muzokara nutqimni taqdim etaman. Mazkur ish bolaning kim bilan yashash masalasiga oid bo'lib, Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiya ajrimi 2025-yil 28-noyabr kunida Surxondaryo viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiya sudi o'z binosida bo'lib o'tgan ochiq majlisida raislik qiluvchi Xuromova Aziza, hay'at a'zolari
yordamchisi Xo'jamurodova Dildora kotibligida taraflardan da'vogar Boymurodova Farangiz hamda uning vakili advokat Qurbonova Sevara, javobgar Saidjahonov Kozim hamda uning vakili advokat Samadova Shohrida, shuningdek Surxondaryo viloyati prokuror yordamchisi Sattorov Azizbek, Termiz shahar hokimligi huzuridagi vasiylik va homiylik organi xodimi Qilichev Jahongir, Termiz shahar bolalar psixologi Rahmatullayeva Farizodalar ishtirokida da'vogar Boymurodova Farangizning javobgar Saidjahonov Kozimga nisbatan farzandni qaramog'iga olib berish haqidagi da'vo arizasi yuzasidan chiqarilgan fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlar aro sudining 2025-yil 26 oktyabrdagi hal qiluv qaroridan norozi bo'lib, da'vogar Boymurodova Farangiz tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyati fuqarolik ishi materiallari asosida ko'rib chiqildi. Apellyatsiya instansiya sudlov hay'ati da'vogar hamda javobgarning tushuntirishlari, guvohlarning ko'rsatuvlari, shuningdek taraflarning muzokaralari hamda mutaxassis va prokurorning xulosa so'zlarini eshitib, ishda va sud jarayonida to'plangan dalillarga atroflicha xolisona qonuniy baho berib, hamda vasiylik va homiylik organi xulosalarini e'tiborga olib, farzandni qaramog'iga olib berish haqidagi da'voni qanoatlantirishni maqsadga muvofiq deb topadi. Binobarin yuqoridagilarga asosan va O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 389, 397, 399 hamda 402-moddalarini qo'llab, apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'ati ajrim qiladi. Da'vogar Boymurodova Farangizning javobgar Saidjahonov Kozimga nisbatan farzandni qaramog'iga olib berish haqidagi da'vosi yuzasidan birinchi instansiya sudiga nisbatan berilgan apellyatsiya shikoyati qanoatlantirilsin. Da'vogar Boymurodova Farangizning javobgar Saidjahonovga nisbatan farzandni qaramog'iga olib berish haqidagi da'vo yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlar aro sudining 2025-yil 26 oktyabrdagi hal qiluv qarori bekor qilinsin. Javobgar Saidjahonov Kozimdan 2014-yil 15 dekabr kuni tug'ilgan Saidjahonov Behruz ismli farzandi da'vogar Boymurodova Farangiz qaramog'iga va tarbiyasiga olib berish haqida yangi hal